Bugun gipovolemik shok 12-qismi haqida gaplashamiz. Bunga yaxshilab e'tiborli bo'lib turasizlar, chunki ikki xil narsani solishtiramiz. Amaldagi yoki an'anaviy o'lchanadigan markaziy venus bosimi va yangi zamonaviy dinamik ko'rsatkich test haqida gaplashamiz. Markaziy venus bosimini bilamizki, markaziy venus bosimi normada 5-12 mm suv ustunida bo'ladi. Millimetr suv ustunida bo'ladi. Endi markaziy venus bosimi kasal gorizontal holatda yotgan holatida, gorizontal yotib, bu oyog'i, bu boshi, gorizontal holatda yotgan holatda o'lchanadi. Bunda 10 korinchadagi asosan bosim o'lchaniladi-da. Qani qancha yetmayapti? Endi yurak har otganda 10 korinchadagi bosim o'lchaniladi. Buni kamchiliklari yaqin kunlarda ishonchli emas deb topildi. Yaqin kunlarda shunaqa kelindi. Bu intravaskulyar bosimdan tashqari deyapti, bu yerda 10 korinchani funksiyasiga e'tiborga olinadi. Ya'ni agar 10 korincha yetishmovchiligi yoki o'pka gipertenziyasi bo'ladigan bo'lsa, kasal baland chiqadi. Bu nima degani? Bu testimiz baland chiqaradi, lekin tana suvga muhtoj degan ko'rsatkich beradi. Ko'krak ichki bosimi o'pka sun'iy ventilyatsiyasida bo'ladigan bo'lsa, bu ham qanchadir miqdorda bosim beradi. Tomirlar tonusi, agar tomirlar qarshiligi juda kuchli bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Bu zarbi kuchliroq bo'ladi. Bu yerda hech narsa, bu yerda bizga yana bir noto'g'ri javob aytiladi. Tomirlar tonusiga ham juda katta e'tibor beradi. Endi bizda keyingisi arterial bosim va yurak urish tezligi. Yurak urish tezligi ham agar tasavvur qiling, sizdagi shokdagi odam ertamanda arterial bosimiga, yurak urish tezligiga yoki aritmiyaga nisbatan dori ichib olgan. Bu yerda markaziy venus bosimi sizda baland ko'rsatilaveradi. O'zi asli tana suvga muhtoj. Endi to'g'ri, tez va nima deydi? Asbob uskunalarga muhtoj emaslik bo'yicha juda to'g'ri, anchagina yaqin turadi bu markaziy venus bosimi. Gemodinamikani birinchi 4 qismidan bittasi hisoblanadi. Lekin yana bir hozirda zamonaviy ko'rsatkich, zamonaviy nimalarda dinamik ko'rsatkich testi degan narsa chiqqan. Shuni ham ko'rib qo'yishimiz kerak va bilishimiz ham kerak. Agar iloji bo'lsa qo'llashimiz ham kerak. Keyingisi yana dinamik ko'rsatkich testi birinchi bo'lib siz kasalda shok borligini tasdiqlaysiz. Haqiqatda shok bo'lib ketdi. Tanasi, terisi sovuq, nam, oqarib ketgan, kapillyarlar qarshilik 30 soniya, taxikardiya va diurez 0.5 ml taqsim kilogramm sekund soatda 0.5 ml kilogramm taqsim soatdan kam, diurez kamayib ketgan. Endi ikkinchi bosqich nima qilasiz? Sirrazi dastlabki reanimatsion choralar. Kristalloidlar, ringer bo'ladimi, natriy xlor bo'ladimi, shu ikkalasidan birini narmasol bo'ladimi? Siz quyishingiz kerak. 500 ml bolus 10-15 daqiqa ichida quyasiz. Endi nima qilasiz? Endi siz bu javobni baholaysiz. Shu 500 ml quyganim qayerga ketdi? Nima bo'lyapti? Sirazi. Bu MAP degani bu 65 mm sinop ustuni deyapmiz-ku. Bu miya, jigar, buyrak uchun minimal bosim, minimal. Qachonki minimal bo'ladi? Miya jarohatlanmaganda. Miya jarohatlansa shu 90 ga chiqadi. Shu narsaga teng yoki undan yuqori holatda bo'ladi. Siz 500 ml qo'ydingiz, o'rtacha bosimingiz 90 dan yuqori yoki 65 mm sinop ustundan yuqori holatda turibdi. Yurak urishi taxikardiya bizda belgi. Taxikardiya uje sekinlashyapti, sekin normalashyapti. Diurez oshyapti. Keyingisi ongi tiniqlashyapti. Bilamiz, gipovolemik shokda ong xiralashadi.
laktat clearance, laktat darajasi. Laktat darajasi bizga nima beradi desa, gipovolemic shokni chuqurligini, qanchalik chuqurligini. Biz bu yerda nima qilamiz? O'lchaymiz. Qaranglar-da, bu yerdagi narsa bilan bu yerdagi narsani, mana markaziy venöz bosimini kelasizda sirazu o'lchaysiz. Bunda nima bo'ladi? Bunda simpatik adrenal sistema qo'zg'algan, ras qo'zg'algan, sizga noto'g'ri javob berib qo'yishi mumkin. Lekin siz bu yerda nima qilyapsiz? Shokni aniqlayapsiz. Aniq. Ongli ravishda u suyuqlik yo'qotganini bilasiz va suyuqlik quyasiz. Ozgincha o'ziga keladi 10-15 daqiqa va keyin baholaysiz. Javobni baholaganingizdan so'ng qaror chiqarasiz va 4-bosqichga o'tasiz. 4-bosqichimiz passiv oyoqlar testi deydi. Passiv oyoqlar testi deyiladi. Bunda nima qilamiz? Bunda biz baholadik-ku, baholaganimizdan keyingi natijalarimizni ko'rib olishimiz kerak. 3 daqiqagacha, yo'q, 3 daqiqa emas ekan, 1-2 daqiqa, 1-2 daqiqa yarim o'tirgan holatda bemorni kutamiz, tinchlangan holatda bo'ladi. Keyin 1-2 daqiqadan keyin sekin yotqizamiz, boshini past qilib, gorizontal holatda, lekin 45 gradusga oyog'ini ko'taramiz. Bunda nimani o'lchaymiz? Biz cardiac output va stroke volume'ni o'lchaymiz. Cardiac output degani bu 1 minutda yurakning otish hajmi. Monostroke volume bitta qisqarganda otadigan otish hajmi. Agar shu hajm biz 45 gradusga yotkizganimizdan so'ng 45 gradusga yotqizganimizdan 3 minut kutamiz. 60 soniya yoki 90 soniya kutamiz. Kutganimizdan keyin shu 10-15% ga oshsa, siz bergan javob reaksiyasidan keyingi natijangiz, siz yana suyuqlik quyishingiz kerak. Tana suyuqlikka muhtoj. Agar bu oshmasa, to'xtataverasiz, shart emas suyuqlik quyishingiz. Endi siz stabil holatda ushlab turishingiz kerak. 5-bosqichda siz doim kuzatuvda bo'lasiz, o'pkani namlanishini va markaziy venöz bosimini endi o'lchaysiz. Endi nimaga to'g'riroq, aniqroq chiqadi desangiz, siz ancha stabillashtirib oldingiz kasalni. Stabillashgandan so'ng o'zidan o'zi oshadi, keskin oshadi va cardiac output oshmaydi, tekis turadi. Oyog'ini 45 gradusga ko'tarishingiz yana osh tez, yana tekis turadi va suyuqlikni to'xtatishingiz kerak. Keyin yana bir adabiyotlarda shunaqa bo'ladiki, dastlabki reanimatsion bosqich bo'ladi. Bunda bolus tarzida quyasiz. Bu boshqa adabiyotda bolus tarzida 500 ml yoki undan ko'proq quyasiz. Keyin optimizatsiya bosqichida qancha quyasiz? Qancha yana suyuqlik quyasiz? Qanchaligini topasiz. Topib quyasiz. Stabilizatsiya bosqichida holat keskin o'ziga keladi. Bir xilda ketadi. Ko'tarishlarsiz bir xilda ketadi. Va evakuatsiya bosqichida bu gipovolemic shokda to'xtatasiz, suyuqlikni to'xtatasiz. Suyuqlik to'xtatganingizdan so'ng bu bosqichda demak sizning kasalingiz gipovolemic shokdan chiqdi. Endi qaranglar-da, shu bunga tushunmaganlar bo'lishi mumkin-da. Qarang, qisqacha qilib tushuntiraman. Mana 4-burchak katak. Passiv oyoqlar testida mana 10 koroncha otish kerak. 10 koroncha otish kerak. 10 koronchadan suyuqlik chiqishi kerak. Dastlab o'lchadik. O'zi 500 otish kerak edi. 500 otish kerak edi. 500 chiqardi. 500 chiqardi. Bunda nima bo'ladi? Bunda siz hech qanaqa suyuqlik quymaysiz. Lekin endi gipovolemic shok holatida bu 300 otyapti turadi. Siz o'lchagansizda 300 otyapti turadi. Siz oyoqlarni ko'targaningizda Frank-Starling qonuni bor. Frank-Starling qonuniga ko'ra suyuqlik
mana oyoqlardagi 300 ml yoki 400 ml suyuqlik bu pastga qaytadi. Argumentlardan qaytgandan so'ng bu qanchadir suyuqlik pastga qaytgandan so'ng mana u to'lish beradi. Qarang, 300 ml ida agar bu to'lish bersa, nima yerga yana 200 qo'shiladigan bo'lsa, misol uchun aytyapman, yana 500 bo'lar ekan deb o'ylab olmaydi. Bu to'lish beradigan bo'lsa, значит o'ylaymizki, bu yerda o'zi 300 ga qo'shimcha 200 joy bor edi. Shuning uchun bu to'layapti. Endi men shu 200 ni to'ldirishim uchun nima qilishim kerak? Suyuqlik quyishim kerak. Suyuqlik qo'ysam, organizmni perfuziyasi yaxshilanadi, kislorodga to'yishi yaxshilanadi degan fikr kelishi kerak bizga. Nimaga mana 10-15% tushuntirib beryapman-da, bu oshish kerak-da, qanchadir miqdorga oshish kerak. Men hozir juda katta 40% ga oshirib oldim o'zi asli unaqa bo'lmaydi. 10-15% ga oshsa yetadi. Demak, bu organizm suyuqlikka muhtoj degan narsa tushuniladi. Tushunyapsizmi? Qanchadir joy bor. Siz oyoqni ko'tardingiz, tanaga suyuqlik qaytdi, suyuqlik qaytadi, kutasiz. Mana 60-90 soniya bekorga kutmayapmiz. Yurakning hajmi, to'lish, otish hajmi qanchagadir oshdi. Demak, oldin oshyap turgan 300 dan qo'shimcha yana mashinchaga joy bor. O'sha o'ng qorinchada shuncha joy bor. Siz o'zi o'ng qorincha bo'lmaydi, umumiy yurak otish hajmi hisoblanadi. Misol uchun aytdim, yurakdan chiqib ketayotgan turgan qon qanchagadir ko'payadi. Demak, shuncha joy bor-da. Bo'ldi. Keyin o'lchayapsiz-da, u oshmayapti, oyog'ini ko'taryapsiz, suyuqlik qaytsa ham oshmayapti. Nimaga? Joy yo'q o'sha. Joy to'la bo'lgan. Siz suyuqlik quyishingiz shart emas. Bugungi darsimiz shulardan iborat. To'xtanglar. Bitta narsa aytib qo'yishim kerak ekan, bitta narsa. Mana yerda o'pka namlanishi deydi-ku, o'pka namlanishi. Shunda ehtiyot bo'linglar. Yana quyib yuravermanglar, o'pkani shishirib qo'yasizlar. Suyuqlikka to'ldirib qo'ymanglar. O'pka namlanishi deganda, shu o'pkani mana ikkita alveola bo'lsa, biz bilamizki, mana yerda qon tomiri bo'ladi, mana yerda interstitsial to'qima bo'ladi. Interstitsial to'qimada gipovolemiyada suyuqlik tomiriga o'tadi, gemodilatsiya hisobiga. Endi siz suyuqlik berib to'ydirganingizdan keyin suv to'ldi, kanal to'ldi. Mana uni ham to'ldirar, interstitsial bosqichlarni to'ldirar. Agar siz oshirib yuborsangiz, bu premoy alveolaga o'tib ketib qoladi. Tushuntira olyapman. Premoy alveolaga o'tgandan keyin sizda namlashuv yuzaga keladi. Bu sizga anchagina to'yinganligidan dalolat beradi. Shuning uchun doimiy nazorat turamiz. Sira siz o'pka namlashini eshitildimi yo siz sezdingizmi shuni? Demak, suyuqlik to'xtatishimiz kerak. Bugungi darsimiz shundan iborat. E'tiborlaring uchun rahmat.